Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Avgust oyida payvand qilingan, mana giloslarni sentabr oyida payvand qilganmiz. Shu ko'chatlarimizni mana mart oyini oxirida, aprel boshi, 1-aprel bugun. Mana shu holatda. Mana bu noklarimiz. Limonki degan noklar. Yuvasini kesib tashlaganmiz. Ulangan payvand qilgan joyimiz mana 1-aprelga mana salkam bir qarich bo'ldi. Nok. Shaftoli ko'chatlarimiz mana. Hop. Shaftoli ko'chatlarimizni endi biz potski deymiz. Mana shu yovoylardan xalos qilish kerak. Ulanganni o'zini qoldirib, mana yovoylarni olib tashlaymiz. Mana payvand qilingan o'zi qoladi. Ba'zi bir mana gullab oladi, meva ham tugib oladi. Mana payvand qilingani qoladi. Yovoy qismini olib tashlaymiz. Hammasini bir boshdan, bir donadan shuna qilib chiqish kerak. Kuchli yovoyga berib yuboradi-da. Mana ulangan shu ko'chatimizni mana noyabrgacha parvarishlaymiz, xudo xolasa kuzda tayyor bo'ladi. Shaftoli, o'rik, bodomlarda mana shunaqa yovoysini ko'p chiqarib yuboradi. Yovoylardan xalos qilish kerak. Mana bodom ko'chatimiz. Mana ulanganni o'zini qoldirib, yovoylarni olib tashlaymiz. Mana busi ko'karmagan mana. Ko'zimiz ko'karmagan. Mana ham ko'karmagan. Bir yovoysini olib tashlaymiz. Qoldirmasdan mana. Yovoyim shuncha bo'lgan. Ulangan mana ko'zimiz kichkina. Mana bunisi ham ko'karmagan, mana ko'zimiz ko'ring. Bir boshdan hammasini tozalab olib chiqamiz. Bodom bilan shaftolida yovoysi juda ko'p chiqadi. Gilos bilan nokda unchalik chiqmadi. Mana 2 marta shu yovoysini olib chiqiladi. Mana endi mana shu tana, mana shu ko'zga kuch beradi. O'g'itlarni solganmiz, mana amopos soldik. Xudo xolasa bitta kultivasi qilamiz, chopog'ini qilamiz, keyin kuch beradi. Mana shu ko'zimizga kuch beradi. Mana bu nok mana. Nokki ham yovoysini olamiz. Nokda kam bo'ladi. Gilosda ham kam bo'ladi mana. Gilosi faqat olvaliga. Bizda olvali deydi, ba'zi joyda olcha deydi. Mana biz gilos yovoysi achchiq gilos deydi ba'zi joyda. Shunaqa olvaliga uramiz mana olvali. Bariga mana. Gilosni zo'r ko'klagan mana. Bexato xudo xolasa. Mana. Payvand qilingan ko'zimiz. Mana. Kuzgacha xudo xolasa shu yetiltirib ko'chat qilamiz. Mana bu qora g'aynali mana. Qora g'aynali. Qoq bo'ladigan qora g'aynali. Serbiya slivasi ham deyishadi.
quritadigan mana. Mana bunisi ko'karmagan mana. Mana ko'zimiz ko'rishingiz mumkin. Ko'karmagan. Mana bunisi ko'kargan mana. 100% ko'karmadi. Ba'zisi 50-60%, 70% shunaqa. Mana shaftolida ham shunaqa. Mana shaftolini 5 xil turidan ulaganmiz. Qiziloylar, boymat degan erta pishar qiziloylardan ulaganmiz. Oq oylari yozgisi, kuzgisi. Nektarin degan sarig'oylar ulaganmiz. Keyin anjir shaftoli bor. Anjir shaftoli samanti degan anjir shaftolini ertagisi iyun oyida pishadi. Ertagisi 5 xil shaftoli ulaganmiz. Xudo xolasa kuzga tayyor bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilarsizlar. Telefon raqamini ham qoldiramiz. Bu yilgi ko'chatlarni sotib tugatdik. Mana endi yangisiga harakat. Kuzda tayyor bo'ladi. Sotuv boshlanadi kuzda. O'g'itlarni soldik. Xudo xolasa ertaga kultivasiya qilib shu cho'pog'ini qilamiz. Keyin yana mana shu yo'g'aylarni xalos qilib turamiz. Suv qo'yishga hali bor. Buni suv qo'yilmadi. Mana tana qaytib bo'lsa, keyin tanasi qotgandan keyin suv qo'yiladi. Mana meva qilib boradi. Meva ushlaydi. Ba'zisini qo'yib yuboramiz. Ushlab pishiradi ham. Ko'chat sohasiga qiziqadiganlar bo'lsa, foydali bo'lsa, xursandmiz ushbu videomiz. Mana ulanganni o'zini qoldirib, yo'g'aylarni olib tashlaymiz. Mana chiroyli qilib qo'yamiz. Shunaqa do'stlar, 1-aprel holatiga ko'chatlarimiz shu holatda. Mana nok. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.